boshni nimada boshlash kerak? Hozir men savol beraman, tabiiy javob berib ketaverasiz. Mana biz hozir navbatdagi mijozimiz bilan sessiyani tugatdik, ofisdamiz. Hozir biz juda chuqur jarayonlar bilan ishladik. Mijozimizni yuzini ko'rsatish xohlamaganlar uchun ulardan shunchaki intervyu olmoqchiman sessiyadan so'ng. Hozirgi sessiyada siz nima masalada kelgandingiz va nimalarni angladingiz va natijangiz qanaqa hozirning o'zida? Kelganimda boshida kelishimdan oldingi holatim buki Qulog'imdan eshitilsin. Adashib, yo'lini topolmay, qaysi muammosini qayerdan yechishni bilmay yurgan odam edimda. Nimani qayerdan tutishni bilmay, umuman boshqa savol bilan kelganimdan keyin angladim, umuman meni muammoyim yechimi boshqa joyda ekan. O'sha narsani menga yetkazib, olib borib tushuntirib berdi-da. Mana mashitdan boshlagan ishni shu yerda saniki deb, hozir mana shu muammolarni yopib, karmalarni yopib chiqdik. O'zi nima masala bo'yicha keluvdingiz? O'zi Sizdan chiqib qoldi, aslida u kerak emas edi, sizga u mavzular. O'zi pulga ochilish dedingiz, uyimni alishtirish dedingiz, mashina olish dedingiz. Lekin ildizda nima chiqdi? Ildizi umuman boshqa narsa. Aybdorlik. Aybdorlik. Ochiq gapirib bering, mana eshitayotganlar sessiya qanaqa bo'ladi deb ko'p so'rashadi. Bolaligimdan, hattoki shu ona qornimdan onamni ongidagi ayblovlar menga o'tib shu paytgacha mana shu holatimga kelib shunaqa qiynalishimga sababchi bo'lgan o'sha onamni ayblovlar, onamni qornidagi onam o'ylagan fikrlar mana shu naqa hozir o'zim xohlagan maqsadlarimga yetisha olmaganimga sababchi bo'lib chiqdi hozir. Hozirgi kunda sizni erkaklarga bo'lgan nafratingiz, turmushga chiqib ajrashishlaringiz hammasi o'sha onadan kelayotgan erkakka nafrat orqali bularga ildizi kelib chiqdi. Ildizi kelib chiqdi shuni. Hozir biz onani dasturlaridan uzildik. Va o'zingiz yangi men bo'lib hozir bugun mana tug'ildingiz. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Hozir yaxshi his qilaman, yengilman hozir. Hayotga qarash, o'tmishda bo'lib o'tib ketgan og'riqli vaziyatlarim bir deganda yo'q, o'sha og'rimayapti. Bitta urib olgan joyingizni bossangiz og'riydi-yu, o'sha og'riq turgan edi, hozir o'sha og'riq yo'q. O'sha joyiga bossam ham, qaytib borsam og'rimayapti o'sha. Yo'q bu narsa. O'sha og'riqqa nazaringiz o'zgardi. Nazarim o'zgardi o'sha og'riqqa. Malades. Mana bu qizimiz 1,5 soat yetadi, menga deganim yetarkan. Yetib ortarkan. Juda chuqur ishladik haqiqatda. Juda katta narsalar, anglashlar oldik. Va sessiyamiz juda ham zo'r bo'ldi. O'zim ham mazza qilib ishladim, chunki kovlash menga juda ham yoqadi. Va bugungi konsultatsiya sessiyamiz tugadi. Sessiya haqida baribir olib ko'rgan inson biladi, uni hissiyotini eshitgandan ko'ra bir marta olganlar yaxshi. Rahmat.